Assalomu alaykum. Men Toshkent Kimyo texnologiya instituti neft gazni qayta ishlash kafedrasi 22-21 guruh talabasi Boltayev Sanjarman. Menga berilgan mavzumiz moylarni adsorber usulida tozalash. Xo'p, moylarni adsorber usulida tozalash jarayoni bu birinchi bosqichimiz nasos orqali xomashyo va erituvchimiz nasos orqali AIK adsorberimizga beriladi. AIK adsorberimizda moylarni smola va aromatik uglevodorodlardan tozalab, uning yuqori qismidan tozalangan moyni regenerator qilish uchun Kabr K2 kolonnamizga beriladi. Kabr K2 kolonnamizda jarayon 2 bosqichda ketadi va u yerda AIKimizda qolgan adsorbent suspenziyasi desorber, ya'ni avuchimizga tushiriladi. Avuchimizdagi tozalangan rafinat 2miz avuchimizning yuqori qismidan T4 issiqlik almashinuvchi apparatimizga beriladi. Issiqlik almashinuvchi apparatimizdan rafinat 2miz kauch K4 regenerator kolonnalariga o'tkaziladi. Xo'p, yana qoladigan jarayonimiz avuchning pastki qismidan adsorber suspenziyasi atorga beriladi. Bu yerda ketadigan jarayon atorda adsorbentni suv pari yordamida erituvchi ajratib olinadi. Erituvchi ajratib olingandan so'ng pnevma transport orqali Sibir separatorimizga beriladi. Sibir separatorimizdan erituvchi P1 regeneratorga beriladi. P1 regeneratorimizda smola yondirilib, uning yuqori qismidan tutun gazimiz utilizatsiya kanallariga yuboriladi, chiqarilib, P1imizning pastki qismidan adsorbent A1, ya'ni sovutgichga tushiriladi. Bu yerda sovutilgan adsorbentimiz yana pnevma transport orqali C2 separatorimizga beriladi va shu holatda jarayon takrorlanib kelaveradi. E'tiboringiz uchun rahmat.